Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik tilaymiz. Do'stlar, mana tabiiy dasht sharoiti. Mana do'stlar, baribir ali tuxumni ham xonakisi bor-ku, u boshqa narsa-da do'stlar. U koldorilardan xoli bo'lgan, ertaga mana shuni chiniqqan, immunitetlari baland, erta qo'zi berganda ham qo'zilari mana shunday dasht sharoitida juda sifatli bo'lib tug'ilaveradi. Mana hammaga mana shunday qo'ylar nasib qilsin. Do'stlar, qo'ylarimiz sotuvda. Mana bir yangi birodarimizda kelib mana shuni chorvalarni yoritib beryapmiz. Dehqonmi, cho'ponmi, kim har xil ataydi do'stlar. Mana birodarimizdan assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat, salomat bo'ling. Qani, qo'ylarimizni soni nechta ekan? Aka, qo'ylarning soni aka 30 ta akajon. 30 bosh qo'ylarimiz. Holatlari bo'g'oz deymiz-da. Akajon, bo'g'oz qo'ylar akajon. To'q bo'g'oz. To'q bo'g'oz qo'ylarimiz. Demak, bular yangi yil oldi, keyin shu atrofida bo'lalaveradi. Tug'adi akajon, ha. O'zi qarang, o'zi yelin solib qolgan bir ikkitasi. Qo'ylarni haqiqatdan nima deydi? Chorvador o'zi biladi-da, qanaqa qo'y boqishni, saralab qarab yuradi. Qo'ylari haqiqatdan qalin, enli, juda yaxshi ekan. Xo'p, bitta plyus tarafi dasht sharoitida yurgan qo'ylar, o'zingizdan u tarafga o'ting-da, bir ko'rinib o'zlaringizni. Ismingiz nima edi? Ism Qahramon aka. Qahramon. Mana Qahramon birodarimiz qo'ylarni, mana saralarni qo'yapti. Xo'p, yoshlari ko'rinib turibdi. 1, 2, 3, 4. 2 tish ham bor aka, 4 tish ham bor aka, 6 tish ham bor akajon. Ha, chiqarib hammasidan bor. Hammasidan bor akajon. Ichida bir 4-5 tasi egiz tug'adigani ham bor akajon. O'tkayli egiz tuqqan. O'tkayli egiz tuqqan akajon, o'sha Qo'chqor tug'di, Urg'och tug'di akajon. 7 million, 6 million, 5 million sotdim akajon. Qo'zilarini. Qo'y, mana to'g'ri, Qo'chqor bir boshqa masala. Qo'chqorni qancha zo'r qo'ysangiz mayli, lekin do'stlar 70% baribir 60-70% gen baribir onaga tortadi, bilasizlar. Ona baribir zo'r bo'lish kerak. Onalari ham yaxshi akajon, qarang mana masalan. Endi bunday qo'ylarga masalan uchun oddiy Qo'chqor qo'yilmaydi. Qo'chqor zo'ri qo'ygan mana akajon. Ha, barakasini bersin. Qo'chqorni eng zo'ri qo'ygan. Sen bizga narxini ham zo'r qilib bersangiz bo'ldi bularni. Aka, narxini bor-ku, 6,5 milliondan qo'ydim aka. 6,5 milliondan. Ha, 6,5 milliondan qo'ydim aka. Behazil aka, seriyoz gapiryapman. Voh, akalar. Sizning muxlislaringiz ko'rib bir mazza qilsin. Nima dedi? Sizning muxlislaringiz ko'rib bir mazza qilsin shu qo'yni. Rahmat. Men ham juda xursand bo'ldim. Chunki bozor holatida ham bunday sifatli qo'yni bir joyda yig'ishni o'zi bo'lmaydi. Chunki mana shu qo'y qo'yamiz, qaraymiz, ichida masalan bizga yoqadigan, bizni didimizni, cho'timizni oladigan qo'y kamroq bo'ladi. Ularni ham yakka so'rasangiz palon pul. Lekin mana shunday chorvadorda o'zidan holatini kelib ustida do'stlar 6,5 milliondan, lekin bitta narsa, baribir hamma narsani xayr barakasi bo'ladi. Qadalaydigan joy, yaqinlashtirib. Lekin yana bitta narsa. Bizga dastavkasini ayting siz. Aka, berishingiz kerak. Dastavkasi ichida, xo'p, 6 million 200 dan beraman aka. Kim olsa 30 boshda. Realni, qadar realni aka. 6 million 200 dan beraman aka. Bo'ldi. Dastavkasi ichida akajon. Bo'ldi, men boshqa so'ramayman. Bo'ldi. Ukamiz ko'rib turibsizlar, mart kelyapti. Ha aka, mart. Kerak emas, akalar. Yuragi urgan odam mana shuna qirq o'zi tulaydi, ko'rinib turibdi. O'sha nima deydi, bahor kelganda mana shu et po'stini yaxshi ushlab tursangiz, o'zi tulab ketadigan sifatli chorvadorda qo'ylari bu yog'i o'zlaringizga chiqasizlar, so'raysizlar. Akamiz yana nima deydi? Birodarimiz yana balkim o'tib beradi. To'g'rimi? Endi bu yog'i 6,5 dedim, 300 ming o'tdim, dastavkasi ichida nasib inshaalloh. Kim olsa 6 million 200 dan beraman. Nasib bo'lsa yana biz kelishamiz aka. Yana kelishamiz. Ha, yana ham kelishamiz aka. Bu agar qarang, yana bitta narsani bo'yningizga qo'yay, agar bular ketib qoladi-yu nasib. Nasib inshaalloh. Bularning izini yana so'rashadi sizdan. Izi bor akajon. Biz yana uchrashamiz chekka. Izi bor akajon. Bormi? Bor, izini qilib beraman akajon. Do'stlar, bo'ldi. Izi bor ekan. Bo'lsa, do'stlar, sizlarga bo'lsin. Yaxshi qo'y boqinglar. Bittadan like bosib qo'ygan hamma birodarlarimizga mana shunday qo'ylar boqish nasib qilsin. Mana, yashang. Akajon, nasib bo'lsa inshaalloh mana shu qo'yni balasidan puli chiqib ketadi. Xudo xolasa. O'zi foydaga qoladi. Yashang. Yegasini, qo'tonni borib qo'yga to'ldirsin. Shunday Qo'chqor, Urg'och tug'ib beraman, ilki tug'ib beraman, xudojon baraka topsin.
o'zi haqiqatdan ham shunaqa bo'lyapti. Chunki mana o'tgan yilga misol uchun aytaylik, qo'yni oldin 4,5 million sotgan bo'lsak, bu yil o'sha qo'ylarimizni bolalarini biz shunchadan sotyapmiz. Bu gapingiz realmi, haqiqat. Mana shu Musofirda yurgan akalarim ishlab pul topayapti, halol topayapti. Mana halol qo'yib yuborsin, barakat topsin. Puli o'zi bilan ketar nasib inshaalloh aka. Malades, rahmat. Men ham xursand bo'ldim. Mana ukamiz ham bo'ladi. Videolarimizni yakunlaymiz do'stlar shu yerda. Hammaga yaxshi qo'ylar boqish nasib qilsin. Poddershka qilib qo'yamiz. Kommentariyada izoh fikrlaringizni qoldirasizlar do'stlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.